Tinchlik ortida yangi o'yin. Bir oy ichida hammasi hal bo'ladimi? Donald Tramp qaror oldidan signal berdi. Eron rejasining taqdiri savol ostida. Rossiya 2024-yildan beri 1-marta Ukraina bilan urushda hududlarini yo'qota boshladi. Kutilmagan harbiy harakat. Sandkom Hormuzga kiryapti. Bu mojaroning yangi bosqichimi? To'qayev Putin va Lukashenkoga rahmat aytdi. Eron Hormuzni AQSh uchun kemalar qabristoniga aylantirishdan ogohlantirdi. Dunyo siyosatini biz bilan faol kuzatib borayotgan tomoshabinlarga assalomu alaykum. Videoga like bosing va fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Sedanachi kompaniyasidan erkaklar uchun maxsus mahsulot. Prostamix erkaklar salomatligi uchun tabiiy yechim. Agar sizni prostata shamollashi, ichki diskomfort yoki turli noqulayliklar bezovta qilsa, unda Prostamix aynan siz uchun. Prostamix prostata faoliyatini qo'llab-quvvatlaydi va jinsiy zaiflik kabi muammolardan butunlay qutulishga yordam beradi. Eng muhimi, natijasini birinchi haftadayoq sezasiz. Batafsil ma'lumot olish uchun 55lik kodi bilan 503 2200 raqamlariga sim qoqing. Tinchlik ortida yangi o'yin. Bir oy ichida hammasi hal bo'ladimi? Donald Tramp qaror oldidan signal berdi. Eron rejasining taqdiri savol ostida. Erondagi Tasnim agentligi xabariga ko'ra, Tehron ilgari surayotgan talablar qatorida quyidagilar bor. Hujum qilmaslik to'g'risida kafolat, Amerika qo'shinlarini Yaqin Sharqdan olib ketish, harbiy dengiz qamalini bekor qilish, Eronning aktivlarini blokirovkadan bo'shatish, reparatsiya to'lash, sanksiyalarni bekor qilish, butun front bo'ylab, jumladan Livanda ham harbiy harakatlarni to'xtatish, Hormuz bo'g'ozi faoliyati bo'yicha yangi mexanizm o'rnatish. Ekos nashri manbaga tayanib xabar berishicha, Tehronning rejasida Hormuz bo'g'ozi faoliyatini qayta tiklash, AQShning dengiz orqali qamalini to'xtatish hamda urushni uzil-kesil tugatish bo'yicha muzokaralar uchun 1 oylik muddat belgilangan. Kelishuvga erishilganidan so'ng Eronning yadroviy dasturi bo'yicha yana 1 oylik muzokaralar rejalashtirilgan deya ta'kidlaydi nashr suhbatdoshi. AQSh prezidenti Donald Tramp allaqachon Tehronning takliflariga oldindan munosabat bildirgan. Tez orada men Eron bizga yuborgan reja bilan tanishib chiqaman, ammo uning qabul qilinishi mumkinligini tasavvur qila olmayman. Chunki Eron so'nggi 47 yil ichida insoniyat va dunyoga qilgan ishlari uchun hali yetarlicha to'lov qilmadi deya yozgan u Trust Social ijtimoiy tarmog'ida. Rossiya 2024-yildan beri 1-marta Ukraina bilan urushda hududlarini yo'qota boshladi. Aprel oyida Rossiya qo'shinlari Ukraina bilan urushda 116 kvadrat kilometr hudud ustidan nazoratni yo'qotdi deb hisoblamoqda Amerikaning Urushni o'rganish instituti. Tahlilchilarning fikricha, bu 2024-yil avgust oyida Ukraina qurolli kuchlari Kursk viloyatiga bostirib kirganidan beri 1-marta sodir bo'ldi. Gap faqat amalda ushlab turilgan hududlar haqida ketmoqda. Qo'shinlar vaqtincha mustahkamlanmasdan kirishi mumkin bo'lgan hududlar bundan mustasno. Shu bilan birga Rossiya armiyasining hujum sur'atlari pasayishda davom etmoqda deya ta'kidlaydi ICV. Agar 2025-yil boshida u kuniga o'rtacha 9,76 kvadrat kilometrga ko'tarilgan bo'lsa, 2026-yilning dastlabki 4 oyida bu ko'rsatkich 2,9 kvadrat kilometrni tashkil etdi. So'nggi 6 oy ichida Rossiya 1443,35 kvadrat kilometr hududni egalladi. 1 yil avval xuddi shu davrda 2368,38 kvadrat kilometr edi. ICV Rossiyaning hujum sur'atlarining pasayishini Ukrainaning quruqlikdagi qarshi hujumlari va dronlardan faol foydalanishni o'z ichiga olgan o'rta masofali zarbalari bilan izohlaydi. Bundan tashqari, Ukraina hududida Starlink terminallaridan foydalanish imkoniyatining yo'qolishi va Telegram ilovasining bloklanishi Rossiya armiyasining boshqaruv va aloqa bilan bog'liq muammolarni yanada kuchaytirgan. Shu bilan birga 2025-yil kuzidan boshlab Rossiya qo'shinlari hududlarni to'liq egallamasdan kichik guruhlar bilan ularga kirish taktikasini faol qo'llay boshladi. ICV ma'lumotlariga ko'ra, Mudofaa vazirligi bunday operatsiyalardan frontning barcha yo'nalishlarida siljish ko'rinishini va Kreml uchun muvaffaqiyatlar to'g'risidagi hisobotlarni yaratish uchun foydalanadi. Amalda esa ushbu hududlarning ko'pchiligi bahsli bo'lib qolmoqda va har ikki tomondan doimiy ravishda o'qqa tutilyapti. ICV ma'lumotlariga ko'ra, aprel oyida Rossiya atigi 28,28 kvadrat kilometrga, so'nggi 6 oy ichida esa jami 1716,42 kvadrat kilometrga siljiy olgan yoki kirib borgan. Biroq uning haqiqiy nazorati ostidagi hudud 1443,35 kvadrat kilometrni tashkil etadi.
Kutilmagan harbiy harakat. CENTCOM Hormuzga kiryapti. Bu mojaroning yangi bosqichimi? AQSh 4-may kuni ertalab Yaqin Sharq vaqti bilan Hormuz bo'g'ozida qolib ketgan kemalarni ozod qilish operatsiyasini boshladi. Bu haqda AQSh prezidenti Donald Tramp Truth Social ijtimoiy tarmog'ida ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, butun dunyo mamlakatlari Washingtonga AQSh va Eron o'rtasidagi mojaro tufayli Hormuz bo'g'ozida to'xtab qolgan kemalarni ozod qilishni so'rab murojaat qilgan. Biz Eron, Yaqin Sharq va AQSh manfaati uchun bu mamlakatlarga ularning kemalarini ushbu cheklangan suv yo'llaridan xavfsiz o'tkazamiz. Shunda ular o'z ishini erkin va to'laqonli davom ettirishlari mumkin. Bu jarayon Project Freedom dushanba kuni ertalab Yaqin Sharq vaqti bilan boshlanadi, dedi Amerika rahbari. Shu bilan birga Tramp agar operatsiyaga kimdir to'sqinlik qilishga urinsa, AQSh kuch bilan javob berishini aytdi. Agar bu gumanitar jarayonga qandaydir tarzda to'sqinlik qilinsa, bunday aralashuvni afsuski kuch bilan hal etishga to'g'ri keladi, deb yozdi Tramp. AQSh qurolli kuchlari markaziy qo'mondonligi ma'lumotlariga ko'ra, kemalarning Hormuz bo'g'ozidan o'tishini ta'minlash bo'yicha ozodlik operatsiyasiga esminetslar, samolyotlar va 15 ming harbiy xizmatchi jalb qilinadi. Operatsiyaga Davlat departamenti va AQSh qurolli kuchlari markaziy qo'mondonligi kemachilik erkinligi dengiz koalitsiyasi doirasida rahbarlik qiladi. To'qayev Putin va Lukashenkoga rahmat aytdi. Qozog'iston prezidenti Qosim-Jo'mart To'qayev Polsha hududida hibsda bo'lgan qozog'istonlik diplomat Anur Bakibayni ozod etishga ko'maklashgani uchun Belarus prezidenti va Rossiya prezidenti Aleksandr Lukashenko hamda Vladimir Putinga minnatdorlik bildirdi. Bu haqda 2-may kuni davlat rahbari matbuot kotibi Oybek Smadyarov ma'lum qildi. Aleksandr Lukashenko bilan telefon orqali muloqot chog'ida To'qayev Belarus tomoniga konstruktiv hamkorlik uchun rahmat aytgan. Shuningdek, u Rossiyaning ham o'zaro maqbul yechimga erishishidagi hissasini qayd etgan. Bundan tashqari, Qozog'iston prezidenti Polsha prezidenti Karl Navarutskiy va bosh vazir Donald Tusk nomiga minnatdorlik maktubi yuborishni rejalashtirmoqda. Anvar Bakibayev Belarus va Polsha o'rtasida 5-5 formulasi asosida o'tkazilgan mahbuslar almashinuvi doirasida ozod etilgan. Almashuv 28-aprel kuni bo'lib o'tgan. Diplomat o'tgan yil iyul oyida Polshaning Bydgoszcz shahrida Rossiya manfaatlari yo'lida, jumladan NATO harbiy obyektlari haqida ma'lumot to'plashda gumon qilinib qo'lga olingan edi. Hibsga olingan paytda u Qozog'istonning Ukrainadagi harbiy attashesi yordamchisi lavozimida ishlagan. Eron Hormuzni AQSh uchun kemalar qabristoniga aylantirishdan ogohlantirdi. Eron oliy rahnamosining harbiy maslahatchisi Muhsin Rizoiy AQSh uchun Hormuz bo'g'ozini kemalar qabristoniga aylantirishdan ogohlantirdi. U bu haqda o'zining X ijtimoiy tarmog'idagi sahifasida ma'lum qildi. Muhsin Rizoiy Eron Islom inqilobi qo'riqchilari korpusining sobiq qo'mondoni hisoblanadi. AQSh aviatashuvchiga ega dunyodagi yagona qaroqchi davlatdir. Bizning qaroqchilarga qarshi kurashish qobiliyatimiz harbiy kemalarni cho'ktirish imkoniyatlarimizdan aslo qolishmaydi. Samolyotingiz qoldiqlari Isfahonda qolganidek, kemalaringiz va qo'shinlaringiz ham qabristonga tushishiga tayyor turing, dedi Rizoiy. 2-may kuni AQSh prezidenti Tramp AQShning Hormuz bo'g'ozini qamal qilishini qaroqchilikka qiyoslab, buni juda daromadli ish deb atadi. Biz kemani qo'lga oldik, yuk va neftni qo'lga oldik. Bu juda daromadli biznes. Biz xuddi qaroqchilarga o'xshaymiz, dedi u. AQShning dengiz blokadasi tufayli AQSh qariyb $5 milliard neft daromadidan mahrum bo'ldi. 13-apreldan beri AQSh harbiylari neft va boshqa kontrabanda yuklari bilan blokadani buzib o'tishga uringan 40 dan ortiq kemaning yo'nalishini o'zgartirgan. Jami 53 million barrel Eron nefti ortilgan 31 ta tanker Fors ko'rfazida qolib ketgan. Ularning qiymati kamida $4.8 milliard baholangan. Shuningdek, 2 ta kema AQSh tomonidan qo'lga olingan. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Dunyo yangiliklaridan uzoqlashmang.